I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Assalomu alaykum. Keting, xudo xolisa ko'rmagandek bo'lib keting. Menga bitta narsani aytishdi, shu bu klinikada qon guruhi donorlikka to'g'ri kelmasa ham to'g'rilasha olayotgan bemor bilan donorlikka. Sizlarda shunaqa bo'ldimi? Men Namangan shahri To'raqo'rg'ondaman. Necha yillardan bos jigar sirroz bilan ancha og'rib kelardim. Shu Fortis klinikasiga jigar almashtirishga keldim. Lekin qon guruhim 2 xilada. Mana shu qornimda o'ta ko'p suv bor edi. 20 litrcha suv bor edi. Menda muammolar juda ko'p edi. Necha yillik infeksiyalar bor edi. Hammasi mana shu klinika yordamida chiroyli qilib meni davolashdi. Titrlari to'g'rilab, plazma farmlar qilishdi. Menda juda ko'p muammolar bo'ldi. Ming rahmat. Fortis kurashish kerak ekan. Holatga xudo xolasa inshaalloh bundoq bag'iga jamiki dardmanlarga asoratsiz shifo bersin. Ilohim. Amin. Bularni mana farzandlarini qon guruhi bularning qon guruhi to'g'ri emas edi. Endi oilada nechta qizlar ham donorlik qilmoqchi edilar, yana boshqa qarindoshlar ham donorlik qilmoqchi edilar. Bularda bitta oilada 2 ta ketma-ket jigarni ko'chirib o'tkazishga to'g'ri keldi. Bittaniki qon guruhi to'g'ri edi, opaniki qon guruhi to'g'ri emas edi va opaning holat boshqa qarindoshga qaraganda og'irroq edi. Va opada qorinda suv juda ko'p edi. Hozir aytganda 20 litr suv bor edi. Transplantatsiya bo'lguncha ham necha marotaba suv oldirishga to'g'ri keldi. Keyin bundan tashqari qon guruhi to'g'ri bo'lmasa moslashtirish jarayon sirasi transplantatsiya qilib bo'lmaydi. Ya'ni birinchi moslashtirish uchun rituximab degan ukol qilish kerak. Undan keyin kamda eng kam 15 kun kutish kerak moslashguncha. Keyin yana titrni bilish kerak. Titr degan narsa bor, insonning organizmida u bo'ladi. Kimdir boshqa qon guruh beradigan bo'lsa, u past bo'lishi kerak. Endi bularniki 1000 dan baland edi. Juda ham baland edi. Ya'ni plazmaferesis, filtr, o'sha hamma narsa qilgandan keyin zo'rga tushirib qo'ydi, lekin o'sha operatsiya qiladigan payt, aniqlagan paytda endi ertaga endi transplantatsiya bo'ladigan paytda bularda infeksiya chiqib qoldi. O'sha qorindagi suv ichida infeksiya chiqib qoldi. Endi bunaqa holatda agar jigarni ko'chirib o'tkazganda doktorlar aytish bo'yicha agar bu holatda qilsam opa ko'tara olmaydilar, ya'ni opani yo'qotamiz deb aytdilar. Bu darajada keyin bularni yana infeksiyani birinchi hali ham esimda 3600 bularning o'sha qorindagi suvdan chiqqan infeksiyaning son 3600 edi. 3 kun lecheniya qilgandan keyin endi bo'ldi shanba transplantatsiya bo'ladi dedi doktorlar, lekin yana tekshirib ko'rsa 2600 ga tushdi. Yo hali ham ko'ngildik emas dedilar. Hozir ham qila olmayman dedilar. Ya'ni birinchi infeksiyani joyiga tushirishimiz kerak va keyin transplantatsiya qilamiz. Sabab bularning holat og'ir, yosh katta, ham qon guruhi to'g'ri emas, oldindan shuncha muammolar bor va infeksiya bo'lganda qilish u xato dedilar. Keyin yana 3 kun lecheniya qilib, dushanba opani o'sha Xudo aytgan kun, baribir nasib qilgan kun bo'lar ekan, dushanba transplantatsiya bo'ldilar va Xudoga shukr muvaffaqiyatli o'tdi. Inshaalloh hammasi yaxshi, zo'r. Hammalariga rahmat, doktorlarga, Fortis klinikasiga, Mahbub afzalga juda meni ko'p qo'llab-quvvatlashdi, har xil holatlarda juda qo'llab-quvvatlashdi, yordam berishdi. Ming rahmat hammalariga.